Assalomu alaykum. Biz Bahodir o'g'limni to'yini bir tajribasiz operatorga adashib syomka qildirib qo'ygan ekanmiz. Bizga montaj prosesslari yoqmadi ixcham. O'shanga sizlar katta o'g'limni to'yini zo'r qilib montaj qilib beruvdinglar. Juda ham zo'r chiqqan edi. Endi bu o'g'limning videosini ham sizlarga olib borib bersam, shunaqa zo'r qilib montaj qilib bera olasizlarmi? Sizlardan qo'ynimiz to'lgan edi, endi hozir juda hayron bo'lib qoldik. Shunga sizlarga endi murojaat qilyapmiz, iltimos. Bunaqa vaziyatda biz montaj qilib bera olmaymiz, chunki syomka o'zi yaxshi bo'lmagan bo'lsa, 10 ta montajyor montaj qilsa ham sizlarga yoqadigan bo'lmaydi. Bizani ishimiz oldin sizlarga yoqqan bo'lsa, oldin syomkasini ham biz o'zimiz qilganmiz, montajini ham o'zimiz qilganligimiz uchun sizlarga yoqqan. Endi uni o'zingizlar shundoq ko'rishga majbursizlar. Keyingi videolaringizda uyli xizmatlar bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsanglar, shunaqa yoqadigan qilib syomka qilib beramiz.